Yo bolalar, barchaga salom, sizlar bilan men Qahramon Samuray va bugungi videoda biz Amnichi bilan birgalikda yangi o'yinimiz emas, eski o'yinimiz o'sha 4-chi yoki 5-qismi, nechinchi qismi Amirchik bilan birgalikda o'sha otishma deb короче armiya qurish o'yinini o'ynaymiz bolalar. Juda ham zo'r o'yin, chunki men bolalar uni 5-qismini chiqaryapman. Mana yerda hamma tankalarimiz, hamma armiyalarimiz to'planib, uji hamma banklarimizgacha, uylarimizgacha qurilib bo'lgan, hamma konstruksiya hammamiz tayyor. Короче bolalar, biz hozir hujum qilib hammani bizdan egallab olishga harakat qilib ko'ramiz bolalar. Короче videomiz boshlasa har doim videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Har doim deyman 5 ta randomli eng omadli obunachimni Druziyamga qo'shaman. Har bitta videoda shunaqa qilib do'stlar bo'ladi, lekin faqat bitta sharti bor. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishinglar kerak va kommentariyaga obuna bo'ldim va like bosdim yozib qoldirasizlar. Bolalar, hozir men o'tgan videomizda eng omadli 5 ta obunachimni tanlab olib, o'zimni Druziyamga qo'shaman. Qanunda boshladik, bolalar shartlarni tushuntirib o'taman. Juda ham oddiy. Qanday videoga like bosasizlar, hamma kanallarga obuna bo'lasizlar. Hamma kanallarga obuna bo'lgandan keyin kommentariyaga obuna va like bosib, nicklarni yozib qoldirasizlar. Shartlari shunaqa. Endi like bosib obuna bo'ldim. Arturni ko'ramiz. Birinchi eng omadli obunachimiz Druziya tashlaymiz. Artur 9999. Arturga do'chaqalik birinchi omadli obunachimiz. Obuna bo'ldim. Hamma kanalingizga like bosdim. Frezvi 04. Frezvini Druziya qo'shdi. Ikkinchi omadli obunachimiz Ras Druziyaga qo'shildi. Bolalar ko'rdinglar. Assalomu alaykum, obuna bo'ldim. Elnoz obuna bo'libdi. Druziya qo'shamiz. Elnoz 3-chi obunachimiz. Obuna bo'ldim, like bosdim. Qo'rquv. Qo'rquv. 4-chi omadli obunachimiz bolalar. Jahongir 10-11 5-chi omadli obunachimiz. Jahongir 10-11 Druziya qo'shamiz. Obuna bo'ldim, like bosdim. Kamron 6-chisi mana 5-chi ham emas, 6-chisi bo'ldi. Obuna bo'ldim, like bosdim. Samuraydan Druziya qo'shamiz bolalar. Ko'rayotgan bo'lsanglar mana Samuray bolalar. Samuraydan Druziya qo'shdim bolalar. Mana u Samurayda ham. Bo'ldi bolalar. Keyin like bosdim. Nox Profit mana 7-chimi, 8-chi obunachimiz dash bolalar. Men 5 emas, undan ham ko'p. Bolalarga Druziya tashlayapman. Qani kim bor? Qani obuna bo'ldim. Like bosdim. Nick PUBG Legend. Mana 10-chimi, 8-chimi, 9-chimi, 10-chimi, nechinchi? Hozir yana bitta bolaga Druziya tashlaymiz bolalar. Nima bo'ldi bu? Simonni ham Druziya tashlaymiz bolalar. Bo'ldi, Simonga ham tashladim bolalar, yana Javohirga ham tashlaymiz bolalar. Shuncha bolaga Druziya tashladim bolalar. Sizlar hamma Druziyaga qo'shilmoqchi bo'lsangiz videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Demak, короче, challenge boshlaymiz. Bu yerda bizga joy yo'q va biz joy ochamiz dedik o'tgan qismda. Chunki biz yangi место ochamiz. Bu yerda 2 million bor. Короче, mana bu bizning bazamiz. Bilasizlar o'zingizlar, bu ham bizning bazamiz. Centerda kim egallab olgan? Bu ham meni bazam. Centerda kim egallayapti? Birinchida bu kim bu bola? Kim bu bola? Qo'shiq qora. Yo'q, yebay, bu zavod uy qayerda buni? Qani? Mana Dropsic. Voy bo'lat! Bir armiyasiga qaranglar. Bat. Ha? Nima? O'rtasida bank bor. Nechta banki bor buni? Bolalar pizdes bor-ku. Raketalarni qaranglar buni. Men bazamga qaytib o'tib shunimga. Qani mana bu yerda shopda nimalar bor? Amnalina kelmaganmi? Yo'q. Windmill, wood plant, bizga kerak emasdan sement zavod, oltin zavod, Diamond Cave, 1 milliard, Arya 51 laboratoriyasi. Demak, biz hozir nima olamiz? 2 million pulimiz bor. Bu yerda biz mana uni olsam bo'lardi, mana bundan. Lekin unga hozir ochib stokda yo'q. Tank base oling. Yo'q, tank base kerak emas. Special Force, Missile Hangar va Hangarda o'zini olsa bo'ladi. Yoki Big Tank Base menda bor. Big Hangar olsa bo'lar ekan. Big Hangar. Hangar yo'q bo'lib ketdi. Voy, bilet hangar olmoqchi edim. Missile Hangar bor ekan. Missile olamiz. Demak, House'dan modern yo'q bo'ladi, ishlamani qolmadi. Demak, factorydan sement zavod va mana bu yerda bank bor. Bank olaylik qanaqadir bank. Workshop bizga kerak emas. Militarydan oladigan narsamiz qolmadi. Special Force o'zi bular ekan, lekin Special Force ham kerak emas. Bundan ko'ra men bank olaman bola, chunki bizga pulni ko'p ishlat topadigan narsa kerak. Pulni esa bank. Bilan bankni qayerga quramiz endi qizig'i? 680 ming dollar pul kerak. Mana bu yerda o'sha 680 ming dollar. Missile Hangar. Armiyamizda uncha zo'r bo'lmasa ham normalniy ishchilar bor. Anochilar, armiyalar bor. Armiyamiz normalniy, tushuncha ham yomon emas. Buni qayerga qursam bo'ladi eng qizig'i? Ana shu juda ham qiziq bo'layotgan yozsa, buni qayerga qursak bo'ladi? Bitta ham oshcha yo'q eng qizig'i. Buncha problema bo'ldi endi. Yo'q, ancha problema bo'ldi. Mana shu o'rtaga qursa bo'larmikan? Mana buni olamiz, Missile Hangarda. Endi men nimani olib qo'ydim? Tank base'da olib qo'yibman. Jinni.
bu oma. Missil Anger. Yaxshi, buni betga qo'shib bo'lar ekan yoki bankni quraman betga. Bankni qurib bo'lmaydi. Missil Angerni betga quramiz. Iron Cave'ni bu yerga sig'dira olmas ekanmiz. Afsuski, buni qayerga sig'dirsa bo'ladi. Buni hech qayerga sig'maydi. Mana necha. Buni qayerga? Men workshoplardan bittasini olish kerak, deyman. Ha, workshop mana. Ya, nimani olib qo'ydim? Wood bilan joyiga qo'y. Iron Cave betlarga sig'maydi-da. Mayli, necha. Sig'ib betga qo'yib ham o'tirmaymiz uni. Demak, bizga $680,000 pul yig'ilib bo'lgan. Mana bu yerda ochib qo'yamiz. Mana shu joyga joylashtirib qo'yamiz buni. Bu nimaga bitta qurilyapti? Daxoya joy bor-ku. Bu yerda workshop qo'yib qo'yamiz, workshoplarni. Bank desa qayerga quramiz? Bankni mana shu joyga qursak bo'lar ekan. Yaxshi, bank desa betga qurdik. Oho, 3-bankim mana shu. Amerik. 3-bankim shu. Bu yerda ishchilar yo'q, shu ishchilarni ko'paytirishimiz kerak. Ichkari tankalar nima qilyapti? Tankalar konstruksiya o'rayapti ekan. Demak, armiyamiz bitta joyga yig'ishimiz kerak. Armiyani qayerga yig'amiz bilasizlarmi? O'zi qayerga yetyapti armiyam? Mana bu yerga yig'ilib, deploy qilib bularni hammasini. Bular qayerga mana bu sentrda urush bo'lib deb qo'ydim. Men ishlamayapti, bular men ishlamasa ham qiyin. Resursdan biz ijtimoiy ola olmaymiz, pulimiz ijtimoiga yetmaydi. No, yamaq. Qo'y. Demak, armiyamiz pulni olib kelishimiz kerak. Hali armiyamizda keladigan narsalar juda ham ko'p. Mana bu yerda armiyamizga kelyapti. Bu kim bu? Kamronbek obunachi kiryapti o'yinga. Kamronbek. Nimaga bloklaganman? Bu xalaqit berganda menga Kamronbek. Shunga bloklab yuborganman. Sizlar ham bola durjam kirsanglar, men urmaylar yoki men o'yinimga xalaqit bermaylar yoki bir nimamni o'g'irlasanglar, men bloklab qo'yishim mumkin, nechta qilib. Mayli. Короче, nimaga men nariga qurgan armiyamdagi ichidagi narsalar kelmayapti? Men missil angarlarni qo'yib qo'yganman. Nimaga ular ishlamayapti hozirchalik? Mana bu yerdan tankalar keldimi bizga? Mana bu yerdagi qana, bu yerdan chiqadigan tankalar qayerda? Qizig'i. Mayli. Biz Amerikaga hujum qilamiz. Hazırlaştım valla. Amerika hujum qilsak bizdan yorib tashlaydigan ko'p. Mana bu yerda egallaymiz, Yo'q, to'xtanglar, bu yerda egallamaylik. Mana bu yerda egallab olsak bo'ladi. Mana shu yerda easy egallaymiz, davay. Deploy qilamiz. Bilat Kamronbek, senga nima bor bu yerda? Kamronbek qayerga qurishini borlar, ko'rdinglar? Shuning uchun ham blok qilganman deb bo'ladi. Nima? Bu yerga hujum qilmasan Kamronbek, men olmoq ketdi. Davay, tankalar men. Bля, bitta raket tashaganda da qo'ya tankam. Hozir yana bitta tashlasa ham tankalar portlaydi. Hammasi. Bля, tankalarim yo'q qoldi. Atak men vertolyotlarni zo'rlanadi. Bля, odamlarim o'ldi. Bu vertolyotlarni o'zi egallab olyapti ekan. Yaxshi. Ajoyib, men tankalarim yetib keldi betga yoki Kamronbeknikimi bu? Yo'q, meniki. Bля, bu Kamronbeknikimi yoki? Yo'q, meniki-ku. Bo'ldi. Qani egallab olamiz bu yerda. Bu yerda egallab olguncha ancha vaqt kerak valla. Pulimiz 480,000. Bu nima? $100 million. Mana 5 milliard bilet. Araya 51. No mayli valla. Короче, bayga o'tamiz. Bu yerda nimalar bor? Tradesman. $1 deyapti. O'zi avtomat sotiladi banda. Ko'rishlar. Keyf degan narsa ochildi. $400,000 skyscraper qursa bo'lar ekan. Skyscraper qilamiz. Aha, buni qayerga qo'ramiz? Sig'dirsak bo'ldi ish qilib endi buni. Mana bu yerga sig'maydi, afsuski. Mayli bo'ldi. Yig'lamaymiz buni. Mana shu yerga dang ettiramiz. Bank yoniga qarada, bank ikkita zdaniyasi bilan yon tarafida. Chiroyli qilib qo'yamiz, boshqa chet davlatdagi mana shu yerga. Mana bu yerdan bir nima bo'lgan, nimaga bu yerda narsa yo'q? Bitta bir nima bo'lgan, kimdir podat o'rganmi deyman. Demak, bu joyga biz ishlamay qurilmaymiz. Ular nima qildi? Egallab oldimi? Da, egallab olibdi. Yaxshi, 100 ta ishchimiz bor. Bunisi boshqa gap. 100 ta ishchimiz bor. Biz dars egallama marakani yeyman. Kallang o'raysan, kut. Bashar endi yoramaga kelsan chetga olasan. Amerikaga urush ochamiz agar chetga kelib hozir bir nima qilsa. Amerikaga urush ochaman. Mazasini qochiraman Amerikaga. Mazasini oldin yemagan tayog'idan mendan yeydi. Aha, demak bitta resursdan ochadigan narsalarimiz yo'q. Ochadigan narsalarimiz bor, ham pul yetmaydi. Obunachilar kerak o'ynar. Hackerda fake view varianti. Minecraft o'ynaymiz bo'la xolos endi Minecraft. Amir Minecraft o'ynaymiz? Da, Minecraft o'ynab kontent qilsa bo'ladi. Men bolalarga videoda juda ham yoqadi. O'zi kommentariyaga yozib o'tirishadi. Minecraft qiling deb. Amir, mazangni qochiraman uka. Billa, xuyit qilibdi-da bolalar. Bizdizmani qochiraman doshi bola.
Men armiyamga xuyit qilma, mazangni qochiradi. Armiyamga xuyit qilma. Hujum qiladi. Armiyamga xuyit qilma. Deme. Ashirda egallab oladi sen. Gaplashib qo'yaman sen bilan keyin. Boshqa so'zga gaplashamiz sen bilan. Ozgincha qoldi shu yerda egallab olay. Hozir men ham egallayman. Bol, ozgincha qoldi. Shirda qoldi. Chindi. Vertolyot. Ozgincha qoldi. Davay. Voy egalladi. Ajoyib. Ya bilad. Amir yiban. Putindan yeraman. Yaxshi. Yelaganman. Armiyasini qayda Amirda. Ustidan kulgim keladi. Mazasini qochirib o'raman hozir bolalar, qarab turinglar. Amir chiqdim, mazasini qochirib o'raman, mazasini. Mashirda egallar qaytarib. Nima gap, Amir? Nima gap, ukam, nima gap? Kayf qo'y, mazingni qochiraman dedimmi? Hop, pizdesini chiqaraman, qarab tursan. O'zingni badalangga qo'shib egallab olamiz. Buni egalladik, yaxshi, buni ham qaytarib olamiz. O'zi boshqaga soqqalarni qilish kerak bolalar. Zonalar, bolalar, men sizga zonani egallash. Yiq bo'lib bu yerda yana kim egallab? Mana yerga qo'y. Nega bu to'liq egallanmadi? Mana bu yerda ham egallab oldik shu. Easy, squeezy bolalar. Ikkita birini egallab oldik, buni ham egallab oldik. Yaxshi, u o'zimizniki turibdi. Bu ham egallab olingan. Demimizni qattiq egallashimiz kerak. Biz hozir mana bu yerda egallashga harakat qilib ko'ramiz. Davay, lekin buni pulda qo'ya armiyasi ham pizdes bo'ldi. U Afrika bo'lsa kerak, men ham ko'rmadim, o'ynamayapti menimcha. Buni ba'zan egallab olaylik, vaqtinchalik bizga chunki ishchilar kerak. Bu har bir joyda egallab olganimiz sari bizda ko'payadi, ishchilar ko'payadi. Buni egallab olib bo'lmas ekan. Ey siz, mana choy. Mana kimiz o'nasiz? Hatta men egallab olaylik. Mana shu yerda egallab olaylik-da. Bu yerda egallab bo'lmas ekan. U raketani bir marta tashlab qo'yganda bitga. Mana shunaqa ekan. Bitta menimcha egallasa bo'ladi. Yana bilmadim. Biz harakat qilib ko'ramiz, bolalar. Harakatda barakat deydi. Davay, mana armiya ham kuchli вообще. O mana bu yerga bir marta raketa tashladik, ko'ringlar. Menimcha o'sha narsadan raketa tashlasa egallab olmaydi. Mana armiya ham shetdi, lekin buni ham egallab bo'lmayapti nimagadir. Bayrog'i tushmayapti pastga qarab. Bu yerga hujum qilish вообще. Yo'ndan to'liq yo'q. Mana bu yerga hujum qilaylar, eng yaxshisi mana shu yerda egallab olaylik-da. Shundan zo'ri yo'q. Demi, bu yerda hamma ishchilar ishlayapti. Mana bu yerda ishlagan ishchilar yo'q, no civilians. Shunda ham biladi, 115 ta bo'lsa ham yetmayapti. 1,5 million pulimiz bor, bu yerda ochadigan narsalarimiz. Ochib yuboring, finance market price increase by 2% ga qimmatlashar ekanmiz. Ya'ni narxlarimiz, polizlarimiz, ikkilarimiz ana bu yerda endi big credit. Bu nima hisob bo'lar ekan? Nima uchun bo'ldirish? Yo'q bolalar, normal narsa ochish kerak. Bu nima? Yo'q, bu ham kerak emas. Hamma ikkalamiz qo'l berishdik. Mayli ukam, senga qo'l berdim, lekin chichi bormi ishtoningga? Mana nima? Qora bozor? Yo'q, bilyapman. Qora bozorda bir nimalar bor ekan. Jetpack guy included. Bu nima ekan? Research booster. Bu nima bu? Top secret. Buni ham o'ynaymiz bolalar. Demak, marketda nima bo'lsa bo'ladi. Marketdan stokda nimalar bor? To'liq uy sotib olish kerak desam, adashaman. Bolalar armiya sotib olish kerak. 3 million pul qilsa yo 4,5 million, launch missiles 2500 damage. Military hospital. General Air Base, mana qo'ylar Black Hawk deganlar. 50 million. Ana 115 lira. Biz hali egallab olmadik mana bu yerda. Mana bu tur shot to'lamancha. Bizlarga qattiq shotdi. Yo'q, bilad. Bizlarga qaytaringlar. Bizlarga mana sentrga qaytaringlar. Hozir azara ketishyapti ular u yoqqa. Hozir babi. Zaynab qo'ling nima tashurasan? Baygotek nima bor bu yerda bayda? Demak. Nima? 3 million. 3 million pulmi? Men yo'qotib oldim, dah qo'ya bo'ldi. Men uni ochib chiqish kerak, qarich. Buni ochaymi ekan? Buni 2 million qilsa, men shu ikkalasi ochib yuboraman, menga farqi yo'q. Nima ekan ko'ramiz. Bizga foydasi tegarmi ekan, yo'qmi ekan? Sen qayerdan bilasiz, ochib ko'rganmiz. Beya Zaynob qildi bor-ku. Managa kim hujum qilyapti?
Amir, foydasi yo'q. Maznini qochirib tashlayman, uka. Ben mas'ul. Kim? Kamronmi? Kamron chiqib ketgan-ku. Shuni hujum qilyapti menga. Men 172 million puli bor. Voy, blad, dropsik. Menga ozgincha pul berib turolmaymi? Bola, ikkalasi ochorlik. Bitta pulimiz qolmadi. Devona, bizning boyroq odam yo'q. Devonaroq odam yo'q. Bo'mish bo'ldik, bo'mish, g'irt bo'mish. Bo'mishlarni ham bo'mishimiz. Bo'mish ham bizdan boyoq. Mayiban kim Mayiban? Amir kod deb yoziladi. 6 eski trend, musor trend. 6 dan qo'yib olgan. Fu, billat, bola, fu deb yozamiz. Dislike bunga dislike. Fu bu. Mana kim? Bu men hujum qilyapti. Bu yerga olib kelinglar. Ha, samolyot vertolyotlarimni hamma armiyamni olib kelinglar mana shu yerga. Himoyalasin. Demak bo'ldi. Albatta hujum. Men zonamni egallabdi buni qaranglar. Nimaga buni armiyasi vakidan kuchliroqmi? Voy, bilat. Buni zonasi qanaqa? Oy, bilat. Fuy, bilat. Nima bu? Dohiy mas'ul. Bilat nima? Mushuk. Yo'q, normal. Atak normal. Chiroyli taxlab qo'y. Ya chiroyli emas. Meniki chiroyli emas. Menikidan bardakdan o'yin zona yo'q. Voy, bilat. Men uyim ko'pdan bardak bo'lib yotibdi. Dars uchun pullar ishlayotganda. Saturn qo'shildi, Saturn. Nochi qancha? $800,000. Nochamiz. Bo'ldi, ochiladigan qolmadim boshqa. Menimcha yo'q qolmadi. Demak, bola, bayga o'tamiz, bizdan pulimiz yo'q. Avvalchi mana bu gal olmadik. Yo, qaytarib oldikmi yoki? Qaytarib olyapmiz. Zo'r bo'ldi. Deyarli qaytarib olyapmiz. Yaxshi hujum qilish kerak dalshi. Zo'r manaklarim, men tanklarimmi? Yo'q, menda bunaqa tank bormi? Yo, dash hujum qilamiz, bola. Dash hujum qilamiz. Demak, короче, voy kut. Orqadan pichoq tiqatdan shunaqa bilak kut ukang bo'lsa bilak. Dushmanni ham o'zi kerak yo'q bor-ku. Hozir mana shunaqa hujum qilsam bor, amich kutini yorib yuboraman. Qara, mening boshlaring yo'q. Yo'q, bular buni ham pizzasanglari bor ekan. Bang. Yo'q, bolalar, короче, ancha pab yutqizadi. Bolalar, bugungi videomiz biz shunaqa qiladik deb qildik, короче, biz ko'p narsalarni tushundik, ko'rdinglar. Amishda ham hozir egallab olamiz, xavotir olmanglar hozir. Короче, bolalar, videoga qo'shilib, ko'rishguncha xayr.